Assalomu alaykum. Kimga shunaqa oilaviy biznes, uy sharoitida oqqan ishlab chiqaraman desanglar, mana bemalol behijolat men Andijondan Nodirbek Hakimov yangi ish boshlaganda olib kelib o'rnatdik. Yana bizga qaytadan murojaat qildi, yangi stanoy qilib berdik. Xudo xolasa quritish yangi sistemasini ishlab chiqibdi. Mana ko'rib olinglar. Eng uzog'i 5 soatda quriydi ekan, 5 soatda mana. Buni tayyorda to'qlik qilib, chiroyli qilib qo'yibdi. To'qlik linolevdan bo'lgan, to'qlikda qilibdi. Mana ko'rib olinglar, mana onamizni bitta qolip oldi 49 sari 2,5 bitta drabilka olgan, yangi ish boshlaganimizda. Men Andijondan Nodirbek Hakimov, kimga shunaqa stanovlar kerak bo'lsa, reklamamizdagi nomerimizni yozib qo'yganmiz. Xudo xolasa O'zbekiston bo'yicha dastlabkilarimiz bor. Naq pulga, plastikka, pilisneniga savdo qilamiz. Mana qilib uy sharoitida oilaviy biznesda qursa bo'laveradi. Kimga shunaqa stanovlar kerak bo'lsa, aytilaveradi mana. Ko'rib olinglar. Reklamamdagi nomerlarni yozib qo'yganmiz, xudo xolasa behijolat mana. Mana tayyor. Opa aka mana tayyor. Ishlar kelamiz. Mana. Ha 220 ga ishlaydi. Ham ruchno ham ishlaydi aka. Ham to'plam ishlaydi, ham ruchno ham ishlaydi mana. Tayyor. Mana. Mana drabilkalar mana tayyor turibdi. Drabilkalar mana. Drabilkalar tayyor turibdi. Kimga shunaqa stanovlar kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'yicha dastlabkilarimiz bor. Naq pulga, plastikka, pilisneniga savdo qilamiz. Mana ko'rib olinglar. Reklamamizdagi nomerlarni yozib qo'yganmiz, ko'rib olinglar.